Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Mana inşallah Karim 57 guruhimiz bilan aziz Allah va uning rasulining mehmonlari bilan Toif shahriga Payg'ambar alayhissalomning bosgan qadam joylariga dinni tarqataman deb mashaqqat bilan qonlarga belanib, kelgan Toif shahriga yetib keldik. Albatta u ham bo'lsa Payg'ambar alayhissalom ga bo'lgan muhabbatdan, sevgimizdan zora bir Rasulullohning bosgan qadamiga bir qadamim to'g'ri kelib qolsa-yu degan umidda, albatta inshaalloh. Mana Madina Munavvaralarda yurdik. Rasulullohning bosgan izlariga, qadamiga bir peshanamiz qo'ygan bo'lsak-ku, uni changi bizga urib qo'ygan bo'lsa ajab emas. Inshaalloh Alloh azza va jallaga hamd bo'lsin. Tez kunlarda siz aziz tomosha qilib turgan azizlarimizni ham mana shu makonlarga kelib ziyorat qilishlikka Alloh nasib qilsin, g'oyibidan yetkizsin inshaalloh, amin. Siz azizlardan ham Alloh va uning rasuli rozi bo'lgan bo'lsin inshaalloh Karim. Assalom.